Barchangizga salom aziz yurtdoshlar. Bugun Xul jamoasiga qarshi O'zbekiston jamoasini kutib olamiz. Bu do'stlik o'yini. Qani kim g'olib bo'ladi? O'yin boshlandi. Ikki jamoa ham tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu o'yin shiddatli o'tadi. Bu Xul jamoasi 1-3-2-4-1. Bu O'zbekiston jamoasi 3-2-1-4-1. Oxiri darvozabonlar edi. Tayyorgarlik. O'yin boshlandi. Modric Mbappega pas berish kerak. Mbappe tezkorlik bilan o'tib ketyapti. Mbappe shu yerdan zarba bermoqchi. Pandur safe. Xul jamoasining juda zo'r yulduz golkiperi. Harry Kane bu yerda to'pni olib qo'ydi. To'pni Alissonga pas. Juda noaniq. Alisson nega pas berdi? Alisson voy. Yaxshi bo'layotgan edi. Crooks. Hezmetov. Modric Bernardoga pas. Bernardo Silva Muhammad Salahga pas. Harry Kane to'pni ola oladimi? Harry Kane ola olmadi. Mbappega keldi to'p. Mbappe esa to'pni shunchaki qabul qila olmadi. Mbappega yana pas. Mbappe bu safar to'pni olib qo'ya oldi. Mbappe ichkariga o'tib ketish kerak, ammo himoyachilar bor. Zarba! Gol! Mbappe gol urdi. Mbappe o'yinning 19-daqiqasida Mbappe o'z jamoasiga yana bir golni yozib qo'ydi. O'yin boshlandi. Vinicius Junior Crooksga Soyil. Hop, Vinicius Junior to'pni oldi. Salibaga pas. Saliba Marquinhosga tepib yubordi. Mbappe uni to'pni oldi. Mbappe. Ajoyib fint. Yaxshi zarba edi. Pandur darvozabondan safe. Zarba Mbappedan gol. Pandur bu yerda hech narsa qila olmay qoldi. Vinicius Junior to'pni oldida Crooks. Muhammad Salah, Giles. Muhammad Salah Mbappega pas. Mbappe shu yerdan tepdi. Zarba. Noaniq edammi? Pandur to'pni ushlab oldi. Hop. Kyle Walker to'pni ola olmadi. Saliba pressingda. To'pni ola olmadi Saliba. Josef yilmoqda. Muhammad Salah kontakt bor edi. Vinicius Junior to'pni oldida. Hop, to'pni tepib yuborishdi. Messi Brian zarba berish mumkin edi, ammo himoyachilar unga to'sqinlik qildi. Modric yugurib ketmoqda. Modric fintlar qildi. Ammo fint o'tmadi. Modric to'pni oldida. Harry Kane Mbappe kimgadir berish kerak, chunki uning oldida himoyachilar ko'p edi. Mbappe to'pni oldi. Zarba. Juda aniq. Pandera to'pni tepdi. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Ikkinchi taym boshlanish arafasida o'yin boshlandi. Hozircha o'zgarishlar yo'q. Muhammad Salah, Bernardo Silva to'pni oldi. Muhammad Salahning yo'liga pas berish kerak. Giles to'pni yaxshigina olib qo'ydi. Bernardo Silva bu pressingdan ajoyib to'pni olib keta oldi. Muhammad Salahga yana pas berdi. Muhammad Salah ichkariga pas. Harry Kane zarba. Sal-pal noaniq. Marquinhos Mbappega pas. Mbappe. Muhammad Salah Mbappega pas berdi. Mbappe zarba. Mbappedan ajoyib hat-trick. Muxlislar g'aroyib, ajoyib o'yinni ko'rmoqda hamda hayratlanishyapti. Bu yerda darvozabonning xatosi ham bor edi. Harry Kane soyildan to'pni ola oladimi? Van de Ven to'pni ola oladimi? Mbappega to'p tushib qoldi o'zidan o'zi. Muhammad Salahga pas berish kerak. Muhammad Salahga pas berildi. Muhammad Salah ichkariga o'zi o'ta oladimi? Pas berishi mumkinmi? Pas berdi Muhammad Salah. Zarba. Gol. Mbappe
hat-trikdan so'ng ham gol urishda davom etadi. 67-daqiqada ajoyib gol. Miller bilan Josef, Bellamy bilan Gilhart almashtirildi. Vinicius Junior Crooks bilan yana yuzma-yuz. Gary Kane Bellamy'dan to'pni oldi. Soyil undan ham olib qo'ydi. Saliba Vinicius Juniorga pas. Vinicius Junior uni qabul qildi, ammo himoyachining oldida qolib ketdi. Jelos bilan Williams almashmoqda. Van de Ven Marquinhosga pas. Juda yaxshi tanlov edi. Mbappe to'pni olib qo'ydi. Mbappe ichkariga bermoqchi, ichkarida hech qaysi o'yinchi yo'q. Ammo Muhammad Saloh to'p yertib borgan edi. Muhammad Saloh hech narsa qila olmadi. Modric Van de Venga pas. Van de Ven Mbappega. Mbappe noaniq bosh zarbasi. Egen Mbappe Egendan to'pni oldi. Vinicius Juniorga pas. Vinicius Junior o'tib bora oladimi? Zarba! Sal noaniq zarba edi. Xo'p. 85-daqiqa. Van de Ven Mbappega to'pni berdi. Mbappe o'yinning oxiridagi golni urmoqda. Mbappe urdimi gol? Zarba! 100% gol. Hech qanday ofsaydlar, kontaktlar yo'q. Vinicius Junior Gary Kane Ayidan to'pni olib qo'ydi. Vinicius Juniorga pas berdi. Vinicius Junior Vini do'stini ko'rdi. Van de Ven ichkariga berishga zo'r. Voy, sal-pal noaniq ketdi. Marquinhos bu yerda zarba bermoqchi. Zarba juda kuchli edi. Xo'p. Pandur to'p oldida to'pni o'yinga kiritib berdi. O'yin tugadi. Do'stlik matchida O'zbekiston g'alaba qozondi. Xol jamoasi muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Xayr, sog' bo'ling. Like bosing, obuna bo'ling.